2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Kraskasi qanaqa buni? Chap kriloda, 10 kriloda oldi. 10 kriloda petnosi bor. Qolgan joylarchi? Qolgan joylari top-toza. Motorimiz 1.6, 1.8 avtomat korobka. 1 gram rasxoti yo'q deb aytib o'tilyapti. Yurgani qancha bo'ldi? 455 kilometr yurgan, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. 3-pozitsiyadagi Lacetti avtomobilimiz. O'rindiqlarda chiqo'llar yo'q, qo'riqlar tashab qo'yilgan. Lyuklar ishlab turibdi. Metan propanmi? Gazimiz metanda ekan. To'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Puli necha pul? 6200 dollar kam bor. Siromasa bozor so'radim aka. 57 qilishdi. 5700 ga bermadingiz. Barter nasiblarchi? Barter kelisholamiz. Hop. Barter bor ekan, uzoq muddatga nasiyasi yo'q, ajdaniyasi bor, 1 oy 2 oy. Tushunarlik. Keyingisi nechida? 12 midi? 13. 2013 kraskasi? Ikkita orqa kriloni betida bor. 217 ming yurgan, 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 motorli Lacetti avtomobilimiz. Qolgan joylar toza. Yurgani qancha dedingiz? 217 ming. Takror so'rab qo'yapman. İşte esdan chiqib qolmasa uchun. Pozitsiyasi birinchi pozitsiyada, o'rindiqlarda chiqo'llar bor, qo'riqlari yo'q. Metan gaz balonlari bor ekan. Narxini so'rab qo'yamiz. Puli necha pul aka? Puli 6500 dollar kami bor. Keyingisichi? 2012 kapot krilo betida bo'lgan. Kraskasi. Yurgani qancha? 470 ming. 470 ming kilometr yurgan, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. 1.8 motor bilan jihozlangan. Balon holatdan ko'rinishlari almashtiradigan bo'lib qopti. Hop, ikkinchi pozitsiya. O'rindiqlar ichi holat tashab qo'yilgan. Qo'riqlari ham bor ekan. Narxini qancha dedingiz? 5500 dollardan o'tib beraman deb aytib o'tilyapti. Endi uchalasiga bitta telefon raqami qaytarib qo'yaylik. 93lik 289 8877 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Lacetti'ga qiziqqan do'stlarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz 30% kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. 1.8 motor bilan jihozlangan. Tening holatida ish yo'qmi aka? Tening holatida ish yo'q, to'rtta chiroyli diska balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Ikkinchi pozitsiya. O'rindiqlarga chiqo'llar tashab qo'yilgan, qo'riqlari ham bor. Yurgani qancha dedingiz? 320 ming kilometr yurib o'tgan. Gazimiz metanmi? Pul necha pul? 5800 dollar. So'ragani bo'ldimi aka? Qancha? Qancha? 5300 dollarga bermadim deb aytib o'tyapti. Lacetti avtomobilimiz. Keyingisichi aka? 2012 kraska. 30% kraskasi bor, 90 ming kilometr yurgan deb aytib o'tyapti akamiz. Balon holatdan ko'rinishlari. 1.8 motor. Olmaylar. Charchamayapsizlarmi? 30% kraskasi bor, qo'riqlari yo'q. Va qo'riqlar bor ekan, chiqo'llar yo'q ekan. Avtomobilimiz yonboshdan ko'rinishlar. Puli necha pul aka? 6000 dollar kam bor. Nasiyasichi? O'zaro nasiya. O'zaro nasiya bormi? O'zaro nasiyamiz bor. Qancha puli bor ekan? Borsin. 4500 pul bor. 5000 chiqarsin. O'zi umumiy summasini necha bilyapsiz? Umumiy summasini necha bilyapsiz? 500-600 dollar yetmay qolsa beraman deyapti, lekin deyarli naqd pulga ekan. Telefon raqami aytaylik.
Telefon raqami aytib qo'yaylik. 93lik 478 05 50 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi seanslardan oqib. Ha, bunisini oldim. Bunisi nechi? Ha. 2013. İkisi petnosu. İkisi detalli petnosi bor. Ko'rsatib qo'yaylik. Aha. Qo'ygan joylari toza. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgani qancha bo'ldi? 217 ming. 317 ming kilometr yurdi. Ruxsatnomalari 9 oy, ruxsati bor. 9 oyga ruxsatlari bor. Motor hadovoy pechga hamma yo'qishlaydi deb o'tilyapti. Salon holatdan ko'rinishlari 1.8 ha? Teni holatida ish yo'qmi aka? Holati ishi yo'q aka. 1.8 motor teni holatlarida ishlari yo'q deb aytib o'tilyapti. Yana bitta telefon raqami qaytarib qo'yamiz aka. 93lik 478 05 50. 05 50 raqamlarga aloqa Batafsil chiqasizlar. telefonni tushuntiriladi. Aha. Yana bitta pulini so'rab qo'yaman. 5000. Bormi? Ha. Buni 7 kami bor. Ha, bu bundan narxi bilan bundan xatlashtirib oldim. Aka, o'g'il bo'ladigan aytaymi? 53 ga 5300 ga. Ha, chiqarib. Shundan. Buni 7000 dollar deyapsiz. Buni 7000 deyapsiz. Buni 7000 beraman. Nasiyasi aka? O'zaro O'zaro nasiya. nasiyamiz bor. 6 oyga 1 yilga. Yo, unga chiqmaydi. Unaqa chiqmaydi. Davay 15 kun yegan ekan, bir oy chiqa Ha, olamiz. arzaniyasi bor ekan, lekin uzoq vaqtga nasiyasi yo'q. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, atalgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Bu 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. Ikkita detalli kraskasi bor, qolgan joylar. Ikkita detalli petnosi bor deb aytib o'tyapti. Ya'ni kraskaga kiradigan baribir petno deb aytaylik. To'rtta yumshoq balonlari bor. Ikkita detalli petnosi bor, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. 1.8 motor. Yurgani qancha bo'ladi? 239 ming kilometr yurgan Lacetti avtomobilimiz do'stlar. Metanida, bunaqasi gazi. Gazlari metan, birinchi pozitsiya. Salon holatdan ko'rinishlari. Chexollari bor, ko'ringlar ham tashab qo'yilgan. Puli necha pul berdi aka? 7000 dollar kam bor. Bozor necha pul qildi? Hozir aka 63 qilyapti. 6300 ga bermayapsiz naqd pulga. Faqat naqd pulga sotasiz. Telefon raqami aytaylik. 93lik 787 29 99 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Holati yaxshi Lacetti izlagan do'stlarga videoni jo'natib like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi avtomobilimiz. Ikkita detalli petno bor, qolgan joyi toza. Yurgani qancha bo'ldi? 285 ming kilometr yurib o'tibdi. Tening holatida ish yo'qmi aka? Oladi minadi. Chotki. Oladi minadi deb aytib o'tilyapti. 200 285 ming kilometr yurib o'tgan ikkinchi pozitsiyadagi Lacetti avtomobilimiz. Uchinchi pozitsiyani o'rindilar qo'yib qo'yilgan ekan, ko'ringlari bor. Metanmi aka? To'rtta yumshoq balonlari ham bor ekan. Puli necha pul aka? Buni yaqinroq qilib 6300 dan o'tib beramiz. 6300 dollar kam bor. Bozor qilinadi. Dedi mana uni. 5,5 metrsi. 5,5 mingga bermaymiz. Nasiyasi aka bu nasiya. Faqat telefon raqami aytaylik. 90lik 90lik 140 140 0490. 0490 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Tinig'idan izlaganlarga. Keyingisi aka. Nechi bu? 2012 2012 178 ming yurgan. kraskasi. Chakasuka 7 betda bor. 178 ming yurgan, betida kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. 1.6 avtomat. Pokoleniya gazlari bor ekan, ha? Propanmi? Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan, o'rindiqlarda chexollari bor, ko'ringlari ham bor. To'rtta yumshoq balonlari ham bor ekan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Gaz balonlarining ko'rinishlari. Puli necha pul deyapsizlar? Puli Buni aka 7000 dan o'tdi. 7000 dollar ham bor. Bu ham faqat naqd pulgami? Telefon raqamini yana bitta takrorlab qo'yaylik aka. Nomer 90lik 90lik 140 140 0490. 0490 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Keyingi sizlardan emas, ha? Bizni sizlardanmi? 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. 20% kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. 1.6 aka? 1.8 avtomatidan, ha? 1.8 avtomatidan. Manifoldlari bor. Kam uchraydigandan akalar.
Kraskasi qanaqa edi? Kraskasi 20% bor deb oldik biz ham. Mhm. Ko'rsatib o'radi. Aha. Nimasi yurganchi? Yurgani Bungacha balon holatlarini ko'rsatib qo'yaman. Kraskasini o'zim 20% deb aytdim-ku, akani o'zidan bir qator so'rab olgan. Yaxshi bo'ldi. 41 ming yuribdimi? 341 ming. Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek avtomat korobka. Salon holatdan ko'rinishlari 3-pozitsiya. Ko'ringlar tashab qo'yilgan. Gazi qanaqa aka buni? Metan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Shumkasi bormi? Shumkasi yo'qmi? Yo'q, shumka yo'q ekan. Puli necha pul aka? pulini 6200 ga deyapmiz. 6200 bozor so'ramanmi? Yo'q, endi. Nasiya yo'q ekan. Barter bor ekan. Telefon raqami aytaylik. 94 564 564 77 7707 raqamiga aloqa chiqasizlar. Navbatdagi Lacetti avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya 1.8 motor. Balon holatdan ko'rinishlari. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgani 630 ming. Kraskasichi? 25% bor deb oldik. 25% deb olingan deb aytib o'tilyapti. 600 qancha? Barterga o'tgan. Motor holatlaridan ko'rinishlari. Texnik holati ish yo'qmi aka bularning? Texnik holatlari yaxshi, hamma yo'q. Motor hadovoylari yo'q. 600 qancha yurgandingiz? 630 ming kilometr yurib o'tgan, halol yurgani deb aytib o'tilyapti. Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Chexollari ham, ko'riklari ham bor. Gazi metan, ha? Puli necha pul? 6000 dollar kami bor. Keyingisi 2013 ikkinchi pozitsiya. 1.8 mi? 1.8 ikkinchi pozitsiyadagi Lacetti avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha bo'ldi? 300 ming kilometr deb aytib o'tyapti. Felos minusi bilan ikkinchi pozitsiyadagi Lacetti avtomobilimiz. Chexollari yo'q, ko'riklari bor ekan. Gazi metanmi? Puli necha pul? 6700 dollar kami bor deyapsizlar. Texnik holatichi? Texnik holati zo'r. Ishi yo'q, ha? 6700 dollar deb aytib o'tilyapti ekan. Yo'q, yo'q, aliz boshqa.